Qishloq xo'jaligida o'z vaqtida amalga oshirilgan agrotexnik tadbirlar doimo mo'l hosildorlik garovi bo'lib kelgan. Kelgusi yil pilla yetishtirishda muammolar bo'lmasligi uchun bugundan harakat boshlangani fikrimiz dalilidir. Sharof Rashidov tumanidagi Uchtepa mahallasi hududida tut parvonasi zararkunandasiga qarshi kurashish chora-tadbirlarini samarali tashkil etishga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Tadbir Oziq-ovqat xavfsizligi qo'mitasi tizim tashkilotlari, viloyat agropilla hamda uning tuman bo'linmalari mas'ullari, viloyat fermerlar kengashi hamda ularning tuman bo'linmalari, shuningdek chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmati hamkorligida tashkil etildi. Seminar davomida mutaxassislar tomonidan ishtirokchilarga tut parvonasining rivojlanish bosqichlari, uni aniqlash va tarqalishini oldini olish bo'yicha amalga oshiriladigan choralar haqida amaliy tushunchalar berildi. Shuningdek, zararkunandaga qarshi kimyoviy vositalardan to'g'ri va xavfsiz foydalanish, ishlov berish muddatlari, texnika xavfsizligi talablari hamda samarali kurash usullari yuzasidan amaliy jarayonlar namoyish etildi. Barcha fermerlarni va agronomlarni tut parvonasi zararkunandasiga qarshi kurashishlarni o'z vaqtida sifatli tashkil etish bo'yicha ilk texnikalarni, yoqilg'i sarflarini va kimyoviy vosita sarfi hamda tut parvonasini qaysi vaqtda kimyoviy ishlov berish tartibi haqida o'quv seminar qilyapmiz. Bundan natija tut parvonasiga o'z vaqtida sifatli ishlov berish bo'ladi. Kimyoviy ishlovlarni asosan ertalab tongda soat 4:00 dan soat 7 gacha ishlov o'tkazamiz. Kechqurun esa kechqurungi 7 dan kechqurun soat 22 gacha ishlovlar davom etadi. Seminardan ko'zlangan asosiy maqsad tut parvonasi zararkunandasining erta zararini aniqlash, nazorat ishlarini olib borish, o'z vaqtida samarali sifatli kimyoviy qarshi kurash ishlarini olib borish, kelgusida pilla xom ashyosi bo'lgan tut daraxtlarida tut novdalarini saqlab qolishdan iboratdir. Jizzax viloyatida barcha tumanlarda 5 ta otryad tuzilgan bo'lib, ularga 9 ta traktor va bitta purkagichlar biriktirilgan. Mutaxassislar tomonidan o'z vaqtida zararlangan hududlar aniqlanib, qarshi kurash ishlari boshlanib ketgan. Seminar yakunida barcha tumanlarda belgilangan rejalar asosida kimyoviy qarshi kurash ishlarini o'z vaqtida sifatli va samarali tashkil etish, kimyoviy vositalardan belgilangan me'yorlarda foydalanish hamda nazorat tadbirlarini kuchaytirish bo'yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Bu kabi amaliy seminarlar hududlarda tut parvonasi tarqalishini oldini olish, pillachilik xo'jaliklarini himoya qilish hamda sohada fitosanitar barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatli sanaladi.